Koreyada yashaydiganlarning yuzi idealniy bo'lishga majburmi? Sizlar so'radinglar, men ko'rsataman. Bugungi uxodlarimni qilib, bitta tema haqida gaplashmoqchiman sizlar bilan. Accessway'dan toner. Makiyaj qilib, o'zimni boshqacha yo'nalishda sanab ko'rmoqchi bo'lib video chiqardim va videoni juda ham yaqin olganman. Ya'ni mana shu ko'z qismimni. Bu degani yuz juda ham yaqin ko'rinadi-da. Yuz yaqin ko'ringandan keyin nima bo'ladi? Hattoki o'zingizga ko'rinmagan minuslaringiz kameraga ko'rinadi. Accessway'dan serum. Men doim aytganman, что meni yuzimda sepkillerim bor. Tugab qoldim. Va burnimni ustida chorniy tochkalar bor. Men bundan qiynalaman. Koreyaga yangi borgan vaqtlarim sepkillarim mana shu joygacha ko'payib ketgandi. Kosmetologga qatnab, uxodlarni yaxshi qilib, hozir mana shu joyi o'zida bor xolos. Xullas, menga o'sha video tagida heytlar kelishni boshladi. Koreyada yashaysiz u, doim uxodlar qilib ko'rsatasiz bizaga. Yuzingiz zo'r, idealniy deb o'ylagandim deb yozishni boshlashdi. Misol uchun, meni yuzim shaxsan men uchun ideal. Accessway'dan glow krem. Sababi men bu burun ustidagi chorniy tochkadan butunlay qutulib bo'lmaydi. Hech qachon qancha kosmetologga pulim ketgan, qancha uxodlarga pulim ketgan, men bu burun ustidagi chorniy tochkani tozalashim mumkin, lekin uni hech qachon butunlay yo'qota olmayman. Yana nimaga men o'zim uchun idealniy deyapman? Meni sepkilim bor, chorniy tochkam bor. Men shu joyimda ozgincha poralarim bor. Bo'ldi. Menda qanaqadir ugrilar yo'q, ajinlar yo'q, yuzimda shug'ushenyalar yo'q. Aynan shuning uchun meni yuzim o'zim uchun juda ham idealniy. Bir vaqtlar internetdagi qizlarning yuzini ko'rib siqilardim-da, to'g'risini aytaman sizlarga. Accessway'dan ko'z krem. Bilmayman nimaga artiganimda mana shunaqa o'chib ketdi yozuvlar, lekin bu original. O'zim tanlab ko'rib olib kelganman. Sababini bilmayman. Qaranglar, yozuvlar o'chib ketgan. Qachon men shukur qilishni boshladim aytayman. Bitta farzand dunyoga keltirganimdan keyin. Sizlarga kulgili eshitilishi mumkin, lekin men bitta farzand dunyoga keltirganimdan keyin vaqt juda ham tez o'tishini, vaqti kelib mana shu yuz menga orzu bo'lishini his qildim. Vaqti kelib umuman hech qachon qutula olmaydigan darajada ajinlarim ko'p bo'lishini his qildim. O'sha vaqtdan boshlab hozirgi yuzimga men shukur qilishni boshladim va hozirgi yuzim men uchun idealniy yuz. Agar meni fikrimga qo'shilmasanglar, kommentariyada fikringizni yozib ketinglar, faqatgina negativ sifatida emas, обычный yozsanglar xursand bo'laman.